eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar, bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolisa chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Video boshlashdan oldin bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Videoni ko'rishdan oldin nimagaki, bugungi video obzorimiz o'ta zo'r bo'ladi. Urug'likka salkam 150 kilogramm qo'chqorlarni, почти hammasi shunaqa 150 kilolik qo'chqorlarni video syomka qilib ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Bunga menga yordam beruvchi Akramjon do'stimiz, xudo xolisa yordam beralar video qilishga. Videoni oxiriga ko'rsalaring, ma'lumotlarni Akramjon do'stimizdan olib beramiz. Asli dehqonniki qo'chqorlar, dehqonni qo'chqorlari Akramjon do'stimiz sal nima desa bo'ladi? Sal gapga yaxshiroqlar. Dehqon do'stimiz baribir gapira olmaylar. Shuning uchun Akramjon do'stimiz bunda yordam beradilar. Assalomu alaykum Akramjon. Alaykum assalom. Keling Orifjon. Suyimsiz, charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi ishlar? Endi buni to'g'risini aytsak, ma'lumotini siz bilasizlar. Dehqonni olib bo'lmaydi. Akramjon o'shanga sizga aytdim, yordam berib bering deb. Xudo xolisa ma'lumotni beramiz. Ma'lumotini qo'lingizdan kelganicha beraverasiz. Birinchisiga ekazak. Ekazak ikkov, ha. Bir cho'ponni qo'yi. Bir cho'ponni qo'yi. Eni ham bir xil. Mana bir cho'ponni qo'yi Hasan Husanidan egisidan olaman degan aka-ukalarga mana qulog'idagi eniga qaranglar mana. Ekalasi ham bir xil. Egizidan zo'ridan olaman. Meni egizchi sovliqlarim bor, lekin qo'chqorni egizidan topolmay yuruvdim deb turgan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveradigan variantlarimiz. Bularni endi baribir boqyap turgansiz-ku, yedisini baribir so'rab qo'yishimiz kerak. Yedisi xudo xolisa bir hafta yeb ichariga qo'yga qarashida. Qo'yga ishlashiga ham garantiyasi beriladi. Hurmatli obunachilar, yedi ishtisiga, qo'yga ishlashiga, sog'lig'iga bir hafta kafolati beriladi. Xudo xolisa qo'ylarda ayb nuqsoni yo'q. Ayb nuqsoni bo'lsa bu darajaga kelmaydi. Qo'chqorlar haqiqiy ideal holatda. Yoshlari qanaqa endi bularda? Ikkita Orifjon egalasi ham. Ikki tishdanmi? Ha, tishini ko'rsatamiz. Tishini bir pul ko'rsatib qo'ying. Isboti bilan bo'laversin. Mana. Bo'ldi. Uni ham ko'rsat. Bu ham ikki tish ekan, a? Oldilarni ham ko'rsatib qo'ying. Oldi kengligi ham nihoyatda go'zal mana. Bunisini ham qarang, bunisi ham nihoyatda go'zal. Haqiqiy toza, zo'ridan, toza qonligidan olaman. Qirg'izistondan keltirilgan bo'lsa-yu, xonadonda tarbiyalanib turgan bo'lsa deydigan aka-ukalarimizga qo'rqmay tavsiya qilaman. Kasiyaklarda baquvvatligi, orqa oyoq kengliklari ham nihoyatda go'zal mana. Qarang, orqa oyoq kengliklari, yelka kengliklari ham nihoyatda zo'r. Haqiqiy ideal tozasidan olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Metrimiz bormi? Bir bo'ybaslarni o'lchagan. Bitta o'lchaveraylikchi. Tirik vazn necha kilo bo'lardi? Bularda Orifjon 125 atrofida. 125. Ana o'lchamaganmiz, lekin 125 atrofida. Obunachilar bo'ybaslar. 95 pilyusda ekan. Bunisini qo'yingchi, bu 1 metrga chiqib qolsa kerak-a. Bu ham shunaqa 95 pilyusda. Dastlabki xizmatlari nima bo'ladi endi bu? Xorazmgacha qilib beryapmiz Orifjon. Xorazmga davr. Shuni O'zbekiston bo'ylab qo'yib qo'ya qolaylik dastlabki xizmatini. Nima deysiz? O'zbekiston bo'ylab hozir to'g'risini aytsak, har kuniga bittadan syomkamiz bor. Hamma O'zbekiston bo'ylab qo'yapti dastlabki. O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz Orifjon. Bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bor. Chiqarilgan summaga, chiqarilgan summaga O'zbekistonga qo'yamiz. keyin xayr sunnatini ham qilib berasiz. Beramiz. Xo'p, nima deymiz endi bularni? Orifjon, buni erkalasini olishsa, bir joyga olishsa, hop, ikkovini 30 millionga qilib beramiz. 30 million so'm. Xayr sunnati bormi? Bor, ha. O'tib berasiz. Telefon qilaversin, Orifjon, ishi bitadi, xudo xolasa o'tib beramiz. Hurmatli obunachilar, buni ne to'lka qo'yga qo'shgani, mabodanda to'yga haydayman deb katta yirik qo'chqor qidirib yurgan aka-ukalarga ham xotirjam tavsiya qilaveramiz. Aslida urug'likka, lekin tagi serob, to'yga haydayman, menga katta yirigidan kerak, yirik qo'y topolmayapman degan aka-ukalar aloqaga chiqaveradi. 180 kilodan 200 kilodan bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa, hali dash ketadi-a bu. Endi 200 ga chiqdi, bular yaqinda chiqadi. Qarang, oyoq qo'llari ham haqiqatan baquvvat. Toza naslga, urug'likka tavsiya qilamiz. Mana dumbalari ham nihoyatda chiroyli, dumbarazis. Buni yelka kengligini qarang. Mana yelka kengliklari ham nihoyatda zo'r. Haqiqiy go'zalidan olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga mana shunday nasldor, toza arashan kerak bo'lsa, ekranda nomerga aloqaga chiqasizlar, ishlaring bitadi. Keyingi partiyamiz ko'rsatadi.